Assalomu alaykum do'stlar, bilan dam olish uchun dachaga chiqqanda oson tayyorlanadigan vagur uslubidagi go'shtli taom. Buning uchun qo'y go'shtining ichki son qismidan olib, parrak shaklida to'g'rab olamiz va unga ta'bga ko'ra tuz, o'zimiz yoqtirgan ziravorlardan sepib, piyozni ham parrak shaklida to'g'rab olamiz va yaxshilab go'shtimizni aralashtirib, ustini yopib, marinovka qilish uchun qo'yib qo'yamiz. Go'shtimiz marinovka bo'lguncha kartoshkani somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Qozonimizga yog' qo'yib olib, yaxshilab qizdirib, kartoshkalarimizni qovurib olamiz. Eslatar yoshlilarim o'ynab o'tgan ko'chalar ham qancha. Kartoshka frilarimiz tayyor bo'lgandan so'ng qozonimizni yaxshilab tozalab olib, marinovka bo'lgan go'shtimizni qozonga solamiz va unga ta'bga ko'ra tuz, ziravorlardan sepamiz. Birga o'tgan yillarim ovlagan ohularim. Qovurilgan go'shtimiz ustiga taxminan 1 kosa suv qo'yamiz va uni 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Eslatar bir 15 daqiqadan so'ng qozon qopqog'ini ochib, tayyor pishirib olingan jo'xorilarimizni terib olamiz va uni yana yarim soatga dimlab qo'yamiz. Yuzlari gul. Shu orada tayyor pishirib olingan kartoshka frilarimiz ustiga solish uchun kashnishni maydalab to'g'rab olib, kartoshkani ustiga solamiz va tuz sepamiz, yaxshilab aralashtirib olamiz. Eski do'stlar. Dimlab qo'ygan go'shtimiz tayyor bo'lgunicha do'stlar bilan maza qilib, dam olib qoldiq chiqazamiz. Eski do'stlar. Mana go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Tayyor kartoshka frilarimizni laganga solib, go'shtimizni yaxshilab aralashtirib olib suzamiz va ustidan go'shtimizni o'zidan chiqqan selidan quyib olamiz. Pishgan jo'xorilarimizni ham ustiga terib olamiz. Bu taomga ortiqcha bezakning keragi yo'q. Yoshligu zavq, mardligu shavq. Vagur uslubidagi taomimiz do'stlarimizga juda manzur bo'ldi. Sizlar ham do'stlar bilan dam olgani chiqqaningizda tayyorlashingizni maslahat beraman.